Ikki xil atmosferani bitta sayohatda his qilishga tayyormisiz? Siz bilmagan Batumi haqidagi faktlar. Ko'pchilik Batumini oddiy dengiz shahri deb o'ylaydi, lekin bu shaharda juda g'alati joylari bor. Masalan, Batumi eski Sovet davridan qolgan tashlandiq sanatoriyalar bor. Ba'zi joylari horror kinoga o'xshaydi. Yana bir qiziq joy, Green Cave. Bu joy ko'p turistlar bilmaydi. Suv markazidagi ancha tiniq va ko'rinishi Maldivga o'xshaydi. Batumida yana harakatlanadigan sevgi haykali bor. Kechqurun ikkita metal odam bir-biriga yaqinlashadi. Bu juda ham qiziq. Va Batumi kechasi umuman boshqa shaharga aylanadi. Neon chiroqlar, sportkarlar, dengiz bo'yidagi vibe. Ko'pchilik shu sabab arzon Dubay deb ataydi. Trabzon Qora dengiz bo'yidagi eng yashil va yomg'irli shaharlardan biri hisoblanadi. Bu shahar mashhur turk nonushtasi, ayniqsa Trabzon ekmegi bilan tanilgan. Uzungul Trabzonning eng mashhur tabiat maskanlaridan biri. Tog'lar orasidagi ko'l juda mashhur va juda chiroyli. Trabzon choy plantatsiyasi va fındık yetishtirishda keng tarqalgan. Trabzon oshxonasi baliq taomlari juda mashhur, ayniqsa hamsi balig'i. Bu narsani bormasdan turib his qilish qiyin. Zavq Travel bilan sayohatingiz yanada zavqli.